9 yilchi, 9 yil kichkina srok emasda. 9 yil onasini emsa. Men bu Ilhomjon bilan do'st bo'ldim. 9 yil. Men 9 yil oldin uylanganimda, hozir maktabga chiqadigan bolam bo'lardi. Maktabga chiqadigan bu kod bilan do'stlashmasdi. Hammasi zo'r. Birgamiz. Nima tashvish kelsa birga yengdik. Ana kreditni ham, mashinani ham birga qildik. Hammasi zo'r. Okamni hayotiga bitta qiz kirib keldilar. Bitta shimara. Men aniq bilaman 100% u qiz istalab kiras keladigan qizda 100% gaplashganman u bilan. Ilhomjon buni sevib qoldi. Xo'p, mayli. Endi meni do'stim, kurashaman uning uchun. Telefon qildim. Telefon qildim. Kechasi bilan buni quloqiga o'qitib yotgan. Oqshom ertalarini uxlang Ilhomjon, uxlang dedim. Yana kurashdim. Bo'ldi qala, kerak emas bu narsa. Bo'ldi, yig'ishtir. Chiqar. Zo'r ketyapmiz o'zi. Bizga kerak emas bunaqa narsalar. Sen sevaman dedi. Bo'ldi, sevsang. Prosta u qizni tanasida mendan ko'ra ko'proq teshiklari borligi uchun men buchangda yutqizib qo'ydim-da. 100% shuning uchun. Keyin kechqurun keldi. Ha, tinchlikmi desam? Urushdik dedi. Ha, urushmanglar, baxtli bo'linglar. Men sizlar uchun duodaman. Yur dedim, bir yoshlikni esa PlayStation qilamiz. U bo'lsam pulim yo'q dedi. Ha, 30 ming so'm qolmadimi? Olingda 30 ming so'm PlayStation uchun desam, yo'q. Battar bo'ldi dedim. Battar bo'ldi. Men uxlayman kirib turdim, darvozani chaqqa yopdim bo'ldi. Do'stimdan ayrildim men 9 yillik aralash. Yomon narsa bu.